Xorazm viloyatida yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'llarda madaniyatli muhitni shakllantirish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan har kuni viloyatning barcha shahar va tumanlarida keng qamrovli nazorat reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Shu bilan birga haydovchi va piyodalar o'rtasida profilaktik targ'ibot ishlari ham izchil davom ettirilmoqda. Yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etilgan holda olib borilgan reydlar davomida spirtli ichimlik iste'mol qilib transport boshqargan, hujjatlarsiz harakatlangan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan, transport vositasiga ruxsat etilmagan qo'shimcha jihozlar o'rnatgan hamda texnik talablarga javob bermaydigan avtomashinalar boshqargan shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi. O'rtoq haydovchi, Urganch shahrida o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davomida boshqaruvingizda bo'lgan ushbu Moskva rusumli transport vositangizni to'xtatib, yuk tashish qoidalarini qo'pol tarzda buzib kelib turibsiz. To'xtatib tekshirganda texnik ko'rikdan ham o'tib ketgan muddati transport vositasini. Demak, nosoz transport vositasidan foydalanib turibsiz. Buning ustiga yana yuk tashish qoidalaridan qo'pol tarzda buzib turibsiz. Necha yildan beri haydovchilik bilan shug'ullanasiz? 19 yildan beri. Bilmaysiz shu yuk tashish qoidalarini. Faqat o'zingizni o'ylamang, boshqa haydovchilarimizni ham o'ylang. Qilib turgan ishingizga qarang bu yukni. Shunda ham yuk ortamoqlar. Sizdan boshqa odamlar ham bor-ku, boshqa harakat ishtirokchilari ham bor-ku. Ularga noqulaylik tug'dirmaysizmi? Belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan amaldagi yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzganligingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan qo'yib turiladi. Bundan keyin yo'l harakati qoidalaridan yuk tashish qoidalariga qat'iy rioya qiling, yaxshimi? Ushbu transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda haydovchini og'iz bo'shligidan spirtli ichimlik hidi kelganligi sababli haydovchini tibbiy ko'rikka taklif qildik va alkotester moslamasida tibbiy ko'rikda o'tkazganimizda haydovchi mast holda ekanligi aniqlandi. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini evakuator yordamida vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib ketib boryapmiz. Haydovchi bundan keyin spirtli ichimlik iste'mol qilib turib transport boshqarmang, yaxshimi? O'zingiz sog'ligingiz boshqalar sog'ligini qafasına qo'ymang. Xiva tuman hududidan o'tgan B215 avtomobil yo'lining 20 kilometrida ushbu transport vositasini hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatganimizda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasini mast holda boshqarib yurganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga olib kelib qo'ydik. Bag'ot tumanida xizmatimiz davomida ushbu skuter haydovchisi Qulon Qorabog' ichki yo'lida spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda transport boshqarib yurganligi aniqlanib, tegishli tartibda chora ko'rilib, jarima maydoniga joylashtirildi. Bag'ot tumanida ushbu transport vositasi haydovchisi qonun talab bajarmasdan to'xtamasdan harakatlandi. Davlat raqam belgisini yechib olib, davlat raqam belgisiz. Qaytib takrorlanmadi ikkinchi marta. Nima sababdan qochdingiz? Bu yerga qolib turadi doğrusu. Shu sababdan qochdim. Davlat raqam belgilarini necha yozib qo'yadingiz? İkinci marta takrorlanmadi doğrusu. Sizlar ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi elektron shaklda. Jamoatchilik tomonidan Hazoras tumanida maktab hududida voyaga yetmaganlar tomonidan avtomashina boshqarib yurganligi bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining 4-safarbar guruhi komandiriga xabar kelib tushadi. Zudlik bilan ushbu murojaat yuzasidan olib borilgan tekshiruvlar jarayonida haqiqatdan ham umumiy o'rta ta'limning 10-sinf o'quvchisi avtomashina boshqarib yurganligi holati aniqlanadi. Shundan so'ng ushbu voyaga yetmagan shaxsning onasi chaqirtirilib, holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, boshqaruvda bo'lgan transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirildi. Hazoras tumani hududida ushbu transport vositasini voyaga yetmagan Hazoras tumani 19-son maktabning 10-sinf o'quvchisi boshqarib yurganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha belgilangan tartibda hujjat rasmiylashtirildi. Transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Balamni guvohnoma olmayincha mashina berimdi. Balamni qilgan ishimni afsusdaman, bundan yana takrorlanmaydi. Shuningdek, reyd jarayonlarida inspektorlar e'tiborini tortgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisiga to'xtash ishorasi berilganiga qaramay, qonuniy talabni bajarmasdan harakatlanib ketgan. Ko'rilgan tezkor choralar natijasida mazkur transport vositasi to'xtatildi. Tekshiruv davomida haydovchida haydovchilik guvohnomasi mavjud emasligi, avtomashinaning oldingi yon oynalari ruxsatnomasiz qoraytirilganligi hamda peshoynasi ham qoraytirilganligi aniqlandi. Qonunni pisand qilmay, o'zini yo'llarda bemalol his qilgan ushbu shaxs inspektorlar oldida izoh berishga ham ojiz qoldi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan to'xtamasdan harakatlanib ketdingiz? Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtash chorasini ko'rib turibsiz. Albatta to'xtab turibsiz, jezga yordamida to'xtash orqali. To'xtamasdan harakatlanib ketdingiz. Tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomangiz bormi?
Hujjatlaringiz ham yo'q, transport boshqarish uchun. Yon aynolangiz qaratib olishingiz to'g'risida tonirovka ruxsatnomangiz bormi? Bu holatda ham ruxsatnomangiz yo'q, inspektor tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi hukumatli haydovchi. Tushundingizmi? Bu holat siz bilan boshqa qaytarilmasa, yo'l qoidasini amal qiling. Holat yuzasidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina evakuator orqali jarima maydoniga joylashtirildi. Shuningdek, to'y marosimlari davomida transport vositalarini xavfli tarzda guruh bo'lib boshqargan haydovchilarga nisbatan ham qonuniy choralar ko'rildi. Chunki bunday to'y marosimlaridagi bayram kayfiyati hech qachon boshqalar hayotiga xavf tug'dirmasligi kerak. E'tiborlisi, reyd tadbirlari davomida yo'l harakati qoidalariga doimo amal qilib kelayotgan, yil boshidan buyon biror marta qo'pol qoidabuzarlikka yo'l qo'ymagan namunaviy haydovchilar ham e'tibordan chetda qolmadi. Ularga jazo emas, aksincha tartibli va madaniyatli harakati uchun minnatdorchilik bildirildi. Davlat raqam belgisi 90H220WA transport vositasini haydovchisi 1962-yilda tug'ilgan. Hozir tekshiruvlar jarayonida umuman biron marta ham yo'l harakati qoidalarini buzmaganligi aniqlandi ushbu haydovchimizni. Qolaversa, bugun qo'shaloq bayram ekan, tavallud topgan kun ekan, ushbu haydovchimizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana bugun tug'ilgan kuningiz ham ekan. Ham hozir tekshiruvlar jarayonida biron marta qoidabuzarlik sodir qilmagan ekansiz. Sizga alohida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati va shaxsiy tarkibi nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizga o'xshagan haydovchilarimiz ko'paysin. Nechap qoidabuzarlik sodir qilmay yuribsiz shunchalik vaqtdan beri. Shuni bir qisqacha bir boshqa harakat ishtirokchilari, haydovchilarga bir o'zingiz fikringizni bildirib bersangiz. Endi avvalambor sizlarga rahmat. Va shuni sizlarga ishingizga muvaffaqiyat tilayman. Qoidani buzmas kerak. Va yana avtobus haydadik, shuncha xalq bilan ishladik. Siz birovni hurmat qilsangiz, sizni ham hurmat qiladilar. Shuning uchun qoida buzmaslikka harakat qilamiz. O'sha deyman, hammang hushyor bo'linglar yo'lda. Qoida buzmanglar o'rtoqlar. Nima deymiz? Hammangizga ishlaringizga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Sog' bo'lg'aysiz. Yo'l harakati ishtirokchilaridan, haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga, mana shunaqa trekker usulli transport vositasini haydovchisiga o'xshagan namunali haydovchi bo'lishliklarini so'rab qolamiz. Bu kabi nazorat reyd tadbirlari viloyatning barcha hududlarida har kuni davom etmoqda. Aziz haydovchilar, yo'llarda hushyor bo'ling, qoidalarga amal qiling. O'z hayotingiz va o'zgalar taqdiriga befarq bo'lmang. Zero yo'l qoidabuzarlikni kechirmaydi.